Yahyo ibn Muoz aytadilar, birovga foydang tegmasa, zararing ham tegmasin. O'zgani xursand qila olmasang, uni xafa ham qilmagin. Birovni maqtash qo'lingdan kelmasa, u holda uni malomat ham qilmagin, mazammat ham qilmagin. Banda o'zini kimligini bilmoqchi bo'lsa, Allohning huzurida o'zini kimligini bilmoqchi bo'lsa, qilayotgan amaliga qarasin. Bir odam malomatlarga e'tibor qilmaydi. Odamlarni malomatu g'iybatlariga e'tibor qilmaydi. Yaxshiligini qilaveradi. Ilmini o'qiydi, saxovatini qiladi, ibodatini qiladi. Odamlar bor. O'zi bir narsa qilmagan hali. Bir g'ish ko'tarib kelmagan. Lekin